Ovqatlari juda ham shirin bo'lsa dedim, bilasiz, blogerman dedim, tekinga reklama qilib beraman dedim. Kafe Atlasga keldik. Agarda ushbu video reelsdan chiqayotgan bo'lsa, demak, menga xizmat ko'rsatishlari juda ham yoqqan. Assalomu alaykum opajon, xush kelibsiz. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qanaqa yozib opajon, marhamat. Yana qanaqa ovqatlaringiz bor? Xo'sh, bizga birinchiga suyuq ovqatlarimiz bor, sho'rva, lagma, mastava va ko'zashlarimiz bor. Ikkinchiga har xil go'shtli ovqatlar bor, shashliklarimiz bor, qozon tovlarimiz bor, tuzlarimiz bor. Sizga bir kishilik osh chiroyli qilib beraymi? Ha, oshingiz bering menga, chunki oshingiz maqtashdi rosa. Xo'p, bo'ladi, chiroyli beraman. Opajon, marhamat. Yoqimli ishlatang. Rahmat. Xo'p, yoqimli ishlatang. To'xtang, qarang. Mana menga nima berdingiz? Buni opajon, bu o'zi g'o'roq Samarqandda bizga oshdan oldin beriladi. Oshdan oldin ichilsa, ishtahani ochadi. Oshdan keyin esa yaxshi hazm qilish uchun ichiladigan limonad bu. Bu spirtnoy emas bu, g'o'roq deyiladi. G'o'roq ta'mini ichib ko'ringchi, keyin o'zingiz baho berasiz. Samarqand osh keldi, shakarot keldi, bu keldi, mana bunisi keldi, g'o'roq. Mana. Choyimiz keldi. Rahmat. Endi ketdi videoga olayotganimizni aytamiz. Rahmat, oshlaringiz rosa ham shirin ekan. Yo'q, necha pul bo'ldi bizda? 450 rubl. Hammasi bo'lib, choy ichib. Rahmat. Qarang, siz meni tanimadingiz shekilli. Yo'q, opajon, uzr, tanimadi. Men Instagramda profil yuritaman, Shoirajon nomi bilan. Siz hozir videoga olyapmiz. Agar xo'p desangiz, oshlaringiz juda ham shirinlik bo'lganligi uchun hamda chiroyli xizmat ko'rsatganligi uchun men sizga tekinga reklama qilib beraman. Rozimisiz? Meni kuzatuvchilarimga ham tavsiya qilaman, bemalol kelishlaring mumkin. Men nomimdan kelishsa, skidka qilib berasiz. Rahmat. Kelishlaringni tavsiya qilaman.